Jorj Orwellning yana bir mashhur romani Haqiqat vazirligida ishlaydi. 1984. Qaysi tomonga qarasangiz ham sizga qaraganda Agar u bilib qolsa tamomda uni. muallaq turib qoladi. Ancha vaqt turib Ular o'yin o'ynayapti. o'yinchoq selektirib turibdi-da. Endi bu dahshatlar hali oldinda. Lekin unga boyagi juda katta mavzu topildi-da. Yevrosiyo bilan ittifoqchi bo'lgan bular. Davlatimizga ming rahmat, mana shunchalik bizga sharoit qilib berganlariga rahmat hammalariga. Shuhrat aka, hozir ekran teplovoy nasos to'g'risida informatsiya berildi. Davlat hozir subsidiya qilib 40% ni to'lab beryapti teplovoy nasos. Muxlislar agar teplovoy nasos nima deydigan bo'lsanglar, bu elektr tokini 3 barobar kam sarflab sizga issiqligingizni chiqarib beradi. Uyingizdagi отопление o'rniga. Hozir ko'ryapmiz shu ko'mir muammosi, gaz muammosi bo'ladigan hududda tokda bu 3 barobar kam rasxod qilib beradi. Oddiy elektrga nisbatan. Davlat bekorga subsidiya bermayapti. Ya'ni qo'yinglar energiya tejamkor texnologiya o'tinglar. O'zi butun dunyo o'tib bo'lgan deyarli hamma. Yevropada, Amerikaga borganmiz, gaz bormagan xonadonlarga, ko'mir yo boshqa hammasi mana shu teplovoy nasosni istadi. Shuhrat aka, o'z fikringizni bildirsangiz. Endi mana ko'pchilik tomoshabinlar sal tushunmayapti-da, teplovoy nasos degani issiqlik nasosi. Bu sizning uyingizdagi isitish tizimini tok orqali sizga 3 barobar ekonom qilib beradigan yangi tizim. Bu yangi texnologiya. Endi eng qizig'i, mana hozir bu yerda mana bizning video rolikda falon million deb aytyapti. Mana protsentini mana Bekzodbekovning o'zi aytdi. Sizga davlat mana shunaqangi agar uyingizgami, ofisingizgami, ishlab chiqarishingizgami shu texnologiyani qo'ydiradigan bo'lsangiz, davlat sizga shu summaning 40% ni subsidiyalaydi. Demak, yana bir marta. Subsidiya degani bu sizga sovg'a. Sizga masalan 100 millionlik loyihaning 40% ni subsidiyaladi degani 40 millionni davlat to'lab beradi va siz uni kredit sifatida qaytarmaysiz. Bu sizga podarka, sovg'a. Hech qachon bu pul qaytarilmaydi. Davlatning mana shu texnologiyani rivojlantirishni stimullash bo'yicha Quyosh panelida 20% edi. Buniki 40%. Buniki 40%. Chunki bu energiya tejamkor. Ishlash prinsipi qanaqa? Xuddi shu tashqi havodan konditsioner masalan muzdek havosi bu xuddi shu narsada issiq oladi-da va turbadagi suvingizni isitib beradi. Ham endi uni ham haligi suv sifatida ro'zg'orga ham ishlash mumkin. Xuddi shunaqa отопление chastiga ulab qo'yiladi, kotyol o'rniga zamin qilinadi, bo'ldi. Bo'ylari kattaroq bo'lsa, cho'milish, boshqa hammasiga yetadi. Tezroq o'tish kerak, butun respublika baribir o'tadi shu kuni. Gaz narxi oshib bormoqda. Agar quyosh panel qo'ysangiz, tok o'zingizniki, bu esa tokda ishlaydi. Mustaqil. Gazga qaraganda sizga 3 barobar ekonom berar ekan. Quyosh panel qo'ysa. Quyosh panel qo'ysa. Rahmat. Agar shunaqa xizmat kerak bo'lsa, biz SG Energy'ga murojaat qilinglar, shu raqamlarga telefon qilinglar. Butun respublikada o'rnatib beramiz. Subsidiyasini ham o'zimiz olib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Qahvali suhbatlarda bugun doimiy ekspertimiz Jo'rabek Begimqulov. Jo'rabek aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jo'rabek aka, juda ham ajoyib ko'rsatuvlar bizga tuhfa qilyapsiz. Buning uchun sizga katta rahmat. Bugun tomoshabinlarimizdan ko'plab tushgan o'sha iltimoslar, savollardan biz xulosa qilib Jorj Orwellning o'sha mashhur Jorj Orwellning yana bir mashhur romani 1984 asarini bugun tahlil qilishimizni so'rashibdi. Jo'rabek aka, mana shu roman haqida bir gaplashsak bugun, qarshi bo'lmasangiz. Bu asar o'zi, Jo'rabek aka, bu asarning shon shuhrati nima uchun bunchalik shuhrat qozongan? Shular mohiyatini bir bizga gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Biz 1984 asarini tahlilga kirishar ekanmiz. Bu asar o'sha Jorj Orwellning avvalambor muhokama qilgandik molxona asarini ham. Molxona asaridagi voqealarga ma'lum darajada o'xshaydi, lekin umumiy janri bir xil, o'sha anti-utopik, g'ayri-xayoliy janrda yozilgan. Endi bundagi voqealar yana ham chuqurlashgan, yana ham o'sha bir diktaturaning, totalitar tuzumning mohiyatini chuqur ochib berishga harakat qilgan bir nihoyatda bir kelajak avlodlarga bir ogohlantirish sifatida ham bir yozilgan asar desa ham bo'ladi. Lekin asarning eng qiziq jihati
bu 1948-yillarda yozilgan bo'lsa-da, keyingi davrlardagi ko'pincha mana shu totalitar tuzumlarda, misol uchun SSRni aytadigan bo'lsak yoki undan boshqa davlatlardagi ko'pgina bo'lib o'tgan tarixiy voqealarni qaysidir ma'noda bir bashorat qilganday o'xshashlik jihatlari nihoyatda ko'p. Shuning uchun ham bu asar juda ham katta bir shov-shuvga sabab bo'lgan va hozirgacha juda ko'plab o'sha bestseller asar sifatida o'qiladi va qayta o'sha katta tirajlarda nashr qilingan. Endi asarni tahliliga to'g'ridan-to'g'ri o'taversak, o'sha tahlil davomida asta-sekin o'sha kuzatuvchilar asarning mohiyatini tushunib boradi degan umiddamiz. Endi bu yerda voqea asosan qanday kechadi? Asarni asosiy o'sha bosh qahramoni Winston Smith ismli shaxs. Bu shaxsni asosiy haqiqat vazirligida ishlaydi. Shu haqiqat vazirligida ishdan kelish jarayonidan uyiga o'sha ko'p qavatli binosiga kirib kelish jarayonidan asar voqealari boshlanadi. Winston Smith 39 yoshlardagi kishi. U kishi ishdan bugun sal ertaroq qaytdi. Ishxonasida ham o'sha tushlikka qolmadi va uyiga qaytayotgan vaqtda ko'chada nihoyatda sovuq bir shamol, izg'irin shunday esib turardi va binoga kirishi bilan uning ortidan ham deydi shunday qattiq shamol ham sovuq ham binoni ichiga kirdi degan ma'noda bir qaysidir bu oddiy so'zlar bo'lishi mumkin. Buni orqasida ham o'sha izg'irin, o'sha ob-havoning yomonligi, bu narsa ham ma'lum bir o'sha ma'nolari bor. Endi binoga kirdi. Binoga kirishi bilan binodan bir achqimsil, bir yoqimsiz karam sho'rva bilan qandaydir o'sha zax hidlari ufurib turardi. Ya'ni bino juda ham bir shinam emas. Juda ham sovuq bino. Liftning yoniga boradi. Lift tabiiyki ishlamaydi. Aksariyat tejash haftaligi davom etayotgandi deydi. Ya'ni bu nima ma'nosi nima? Ko'pincha mana shu totalitarniy davlatlarda iqtisodiyotning izchil yo'lga qo'yilmasligi, insonlar uchun o'sha komfort, qulay sharoitlarning mavjud emasligi, borlari ham o'sha doimiy ravishda faoliyat yuritmasligi odamlarga qulaylik ta'minlanmasligidan dalolat beradi. Endi u zinadan yuqoriga ko'tarilishga majbur bo'lyapti. Zinadan yuqoriga ko'tarilishdan oldin ham u biroz tepaga qarab o'yga tolib qoladi, sababi uni oyog'ida varikoz kasalligi bor edi. Varikoz yarasi bor edi debdi. O'sha uning uchun o'sha yuqori qavatga ko'tarilish juda ham azob edi. U har zinani o'sha ma'lum bir burilish nuqtalarida to'xtaydi va devorga qaraydi. Har burilish nuqtada katta bir rasm turardi. Bu rasm tabiiyki kimning rasmi? Asardagi asosiy bir eng ko'p ishlatilgan tushunchalardan biri bu katta og'a degan tushuncha. O'sha mo'ylovli bir kishi. Endi buni biz Stalin desak, ko'pchilik xafa bo'lib qolishi mumkin. O'zi shu Stalinga tegizilgan, bekorga emas. Stalinga tegizilgan mo'ylovli bir kishi. O'sha qaysi tomonga qarasangiz ham sizga qaraganda taassurot uyg'otaveradi. Ma'lum bir rasmlar bo'ladi-ku, yonboshdan qarasangiz ham ko'z nuri bu yoqqa buriladi, to'g'ridan qarasangiz sizga qaraydi, bu yonbosh ko'rsangiz bu tomondan qaraydi. Xuddi shunday katta og'aning rasmi shunday qarab turardi va bu bilan tagiga yozib qo'ygan katta og'a kuzatib turibdi. Ya'ni hatto zinada ham u kuzatib turadi. Har bir qadamni kuzatib turadi. U to'xtab dam olib o'zini yashash kvartirasiga chiqadi. Kvartirasi ham bir faizsizgina kvartira. Kirdi. Kvartirasiga kirishi bilan kvartiraning o'sha katta xonasidagi o'sha devorga teleekran degan narsa o'rnatilgan. Teleekran degani bu qaysidir ma'noda o'sha bashoratga o'xshaydi-da. Bu kuzatuv kameralariga ham o'xshaydi. Har bir fuqaroni xatti harakatlarini kuzatib, u ham axborot ham uzatadi, eng qizig'i. Hozirgi kuzatuv kamerasidan farqli ravishda u ayni paytda axborot uzatadi va ayni paytda eshitadi, tinglaydi, kuzatadi ham. Ko'p funksiyali. Teleekran uni kuzatib turganligini bu sezardi. Shuning uchun imkon qadar o'zining yuz qiyofasini ham nima deydi, norozi qiyofa aks ettirmaslikka harakat qilishyapti. Chunki har bu bilmaydi, qachon buni kuzatishadi, doimiy kuzatishadimi yoki vaqti bilan oralatib o'sha grafik bo'yicha kuzatadimi yoki qaysidir vaqtda o'sha fikrlar politsiyasining nazoratiga tushib qolishini juda qattiq qo'rqadi. Endi bu derazaga termiladi, derazaga qaraydi, derazada ham
shaharda bor yo'g'i o'sha bir necha baland binolar bor. O'sha baland binolardan bittasi buning ishxonasi, haqiqat vazirligi uzoqdan ko'rinib turardi. Uni yonida boshqa vazirliklar, o'sha asosan 4 ta vazirlik haqida bu yerda gap ketadi. Bu vazirliklarni nomi bilan uning bajarayotgan funksiyasi, qilayotgan ishi umuman qarama-qarshi edi. Jumladan o'sha Winston Smith faoliyat yuritayotgan haqiqat vazirligi ko'proq o'sha haqiqatsizlik, o'sha yolg'on axborot tarqatish, faktlarni soxtalashtirish, o'tmishni, tarixni soxtalashtirish bilan shug'ullanardi. Bundan tashqari yana vazirlik bor, muhabbat vazirligi bor. Muhabbat vazirligi esa aksincha nafrat tarqatish, insonlar o'rtasida o'sha nafrat urug'ini sochish kabi o'sha faoliyat bilan shug'ullanardi. Bundan tashqari farovonlik vazirligi bor. Farovonlik vazirligi endi u ham aslida o'zini nomiga nomutanosib teskari ishlar bilan shug'ullanadi. 4-vazirlik ham bor edi. Hozir o'rni kelsa uni ham aytamiz. Shunday qilib, bu derazaga termilib o'sha baland qaqqayib turgan vazirlik, o'zini haqiqat vazirligini tomosha qilib turgan vaqtda vertolyot paydo bo'ladi. Vertolyot, ya'ni insonlarni derazalarni kuzatadigan o'sha politsiyachilar durbin orqali odamlar uyda nima ish qilyapti. Teleekranga kamlik qilganda ular vertolyot orqali tez-tez shaharni tomlari atrofida uchib, ma'lum bir joylarga kelganda buni derazasiga bu bilib bo'lmaydi. Buni derazasini kuzatyapti. Boshqa derazani xohlagan payt, xohlagan vaqtda muallaq turib qoladi. Ancha vaqt turib, keyin yana uchib ketadi. Endi bu ortga o'girilishdan avval birdan yuziga nima deydi, samimiyat aks ettirishga harakat qilyapti. Yuzidagi norozilik qiyofasini yo'qotishga harakat qilyapti. Sababi teleekran bor orqasida. U hatto derazaga termilib turgan vaqtda ham qo'rqardiki, ichidagi noroziligini yelkamdagi titroq sezdirib qo'ymasmikan. Qarang, dahshat. Mana sizga. U insonni faqatgina nimasi emas, qilayotgan ishlari, davlatga qarshi qandaydir harakatlari emas. Uni yuzidagi ifodasi, tanasidagi titroq, hatto o'sha vaqtda cho'ntagidan bitta tanga chiqarib qaraydi, cho'ntagidagi tangada ham katta og'aning rasmi bor. Hatto tangaga qarasangiz ham sizni katta og'a kuzatib turgan bo'ladi. Hamma yoqda katta og'a. Kamiga teleekran. Total nazorat. Umuman endi bu dahshatlar hali oldinda. Shunday qilib, bu oldinga qaradi, yuziga chiroyli mamnunlik aks ettirdi. Ya'ni norozilik qiyofasini yo'qotishga harakat qildi. Lekin aslida bu mamnunmidi? Yo'q. Hech qanday bu mamnun emas edi. U hayotida norozi edi. Nima uchun? Sababi doimiy bir xil hayot, hamma tomonidan nazorat, o'zining qilayotgan ishi ham o'ziga yoqmasdi. Sababi u doimiy ravishda faktlarni soxtalashtirish bilan shug'ullanadi. Hali buni o'rni kelganda aytamiz. Shunday qilib, mana shu u asosiy o'zini qiziqtirgan birgina mashg'uloti bor edi uyida. O'sha uyiga buni kamera noto'g'ri o'rnatilganda, negadir hammani uyiga mana shu masalan to'g'ri 4 burchak shakldagi xona bo'ladi. Ko'pincha endi xonalar kvadrat bo'lmaydi, kamdan kam holda. Ko'pincha hamma uylar to'g'ri 4 burchak bo'ladi va uzun tomoniga qarab kamera joylashtiriladi. Odatda teleekran. Sababi hamma tomonni nazorat qilish. Buni uyida esa aksincha ensiz tomonga qarab kamera joylashtiriladi. Natijada uni yonboshida bekinib yashirin ijod qilish imkoniyati mavjud. Eng qizig'i, aynan buni kvartirasida bunday chuqurchoq joy bor. Ma'lum bir o'sha shkaf uchunmi u bir xil kvartiralarda bo'ladi-ku, o'sha betondan qurilgan kvartiralarda ma'lum bir 20 sm, 30 sm-lik qandaydir kovak yo bo'lmasa qishloqlarimizda bunday taxmonlar taxlab qo'yadi, ko'rpacha yostiq qo'yib qo'yadi, yo bo'lmasa o'sha bunday chuqurcha bo'rtiq joy bo'ladi, chuqurcha joy. O'shanaqa joyga kirib daftar ruchkasini qo'yib, o'sha yerda ijod qilardi, kamera uni nazorat qila olmas edi. Shunday qilib, u o'zini ijodini boshladi. Uni qo'lida bitta daftar bor edi. Eskiz, lekin qog'ozlari sifatli. Sifatli qog'ozdan iborat daftar. Bu daftarni qayerdan olgan? Bunaqa daftar yo'q. Bunaqa daftardan hech qachon hech kim foydalanmaydi. Ayni bu davrda 1984-yilda. Bu daftarni u o'sha eski bozordan topgan, eski buyumlar sotuvchi bir insondan topgan va uni olib kelib, nimagadir olganligini o'zi ham bilmaydi. Uni oldi va yashirin ravishda darrov qora papkasiga soldi. Olib kelib, nima yozishni bilmaydi. O'tiradi, o'ylanadi.
lekin nimadir yozish niyati bor. O'sha ilhom kelyapti, lekin nima yozishga u ikkilanyapti, o'yga toladi. Shu yerda bir dahshatli manzara xayoliga keladi. Bularga doimiy ravishda ishxonasida o'sha insonlarni nafratlantirish uchun nafratli kinolar qo'yib berilardi. O'sha kino lavhalaridan birida o'sha katta qayiq, insonlar qayiqda suzib boryapti, dengizda, okeandami. Vertolyot esa uni o'qqa tutyapti. Qayiqdagilar esa ko'pchiligi tinch aholi vakillari. Bir ona bor, qo'lida chaqalog'i bor, chollar, kampirlar. Vertolyot esa o'sha pulemyot bilan o'qqa tutyapti tepadan turib qayiqni. Eng oxirida eng dahshatli sahna, ona o'zini go'dagini himoya qilishga urinyapti. Go'yoki tanasiga yashiryapti, lekin u tanasiga yashirgani bilan u o'qotar pulemyot yo avtomat o'qi baribir uni o'ldiradi. Lekin ona o'sha tabiiy himoya instinkti bilan bolasini o'sha bag'riga bosish orqali uni himoya qilishga urinyapti. Lekin afsuski o'sha yuqoridagi vertolyotdagi o'qchilar nima qilishadi, ularni o'ldirishadi va bolachaning qo'li yuqoriga otiladi, o'q uzib o'tadi. Bolachaning qo'li shunday qonli ekranda ko'rinishi bilan kino to'xtaydi. Odamlar hayqirardi, xursand odamlar. Bular xalq, o'sha kuzatuvchilar zombi qilingan. Bular mana shunday bir manqurtlashtirilgan. Mana shunday bir urush sahnalarini ko'rib odamlar buning achinish hissi yo'q. Ular orasida bittagina o'sha ayol, prollar deydi. Prollar degani o'sha oddiy xalq, proletariat. Prollardan bo'lgan bir ayol aytadiki, bunaqa sahnani bolalarga ko'rsatish mumkin emas degan vaqtda darhol uni olib ketishadi Fikrlar politsiyasi. Qo'lini qayirib olib chiqib ketishadi. Ana shunday qilib mana shu narsani u o'zini kundaligida yozishni boshlaydi. O'sha voqeani yozib boryapti. Endi bu o'ylaydi, o'z yozishimdan ma'ni bormi, o'zi yo'qmi? Meni kimdir o'qiydimi, yo'qmi? Bu uni hech kim o'qiy olmaydi. O'qiy olmasligi ham mumkin, chunki o'zi biladi, o'zini qilayotgan ishi faktlarni soxtalashtirish. Bu meni kundaligim qayerqadir yetib boradimi? Baribir bugun bo'lmasa ertaga Fikrlar politsiyasi meni aniqlaydi, baribir ushlaydi. Hoynahoy yo'q qiladi. Lekin nima bo'lganda men baribir yozaman deydi. Shu o'rtada bu boyagi o'zini fikrlarini yozarkan beixtiyor yo'qolsin katta og'adan nafratlanaman degan so'zlarni ketma-ket yozayotganligini o'zi anglamay qoladi. Boyagi nafrat kinosini tasvirlagandan keyin u o'z-o'zidan endi katta og'adan nafratlanish hissi o'zi xohlamagan holda ketma-ket o'sha qator o'nlab qator naqoratga o'xshab. Naqoratga o'xshab ketma-ket bir xil so'z yo'qolsin katta og'a. Katta og'aga o'lim degan so'zlar ketma-ket yozilardi. Shu bilan endi o'rtada eshik taqillab qoladi, eng qizig'i. Buning uchun dahshat. Jampani Fikrlar politsiyasi keldi o'zi meni aniqladi deydi. Demak, bilib bo'lmaydi-da, boyagi chuqurchanchiga kirib olib ijod qilyapti, kamera darrov qani qayerga ketdi odam, boya uyda deb ana shubhalanish mumkin. Eshik taqilladi. Eshikni zo'rg'a borib ochdi, chunki oyog'i og'riydi. Qaltirab, varikozi bor ustiga ham yuragi taka-puka bo'lib eshikni ochdi. Qo'shni xotin, Parsons xonim degan xonim. Uyimda kranimga suv tiqilib qoldi. Umumanlikka o'sha kanalizatsiya suvi, shuni to'g'rilab bering. Erim ishga ketgan deyapti. Keyin ilojsiz ravishda xayriyat deydida borib boyagi eshigini uyga kirib nimani to'g'irlashga harakat qilib, uyi alg'ov-dalg'ov bo'lib yotdi. Kashasi chiqib ketdi, ikkita bolasi bor, bitta qizi bilan bitta o'g'li. Uyga kirsa, hamma yoq avtomatchalar, bir narsalar, hamma yoq dalg'ov qilingan, devorlarga o'sha hukumatning siyosatini yoqlovchi plakatlar ilib tashlangan, katta og'aning rasmi bor. Uyiga ham katta og'aning rasmini ilib qo'ygan. Haqiqiy nimaga ishonadigan o'sha Qo'shtirnoqchidagi patriot ekanda. Bu Parsonslar oilasi haqiqiy bir manqurt oila bo'ladi. Chin dildan ishonadi. Agar u bilib qolsa tamomda uni. Eng qizig'i hali oldinda. Bu uyga kiradi, boyaga tinimsiz javrardi Parsons xonim. Erim uyda bo'lganda tuzatib berardi. U biladiki 3-4 kundan beri suv to'planib yotibdi. Uni tuzatayotgan vaqtda bolachasi keladida. Qo'lingni ko'tar, josus deydi-da, bunga qarab qo'rqib ketadi. Qo'lingni ko'tar. Vatan xoini, qo'lingni ko'tar, qo'lga tushding, oxiri ham men seni fosh qildim deydi. Kim ekan deb qarasa yosh bolacha. O'yin o'ynayapti. O'yinchoq pistolettirib turibdi-da. Bir 5 yosh, 6 yosh bolalar shunday tarbiyalangan. Josusni topyapti. Josusni topish ular uchun eng sharafli o'yin. Onasi faxrlanib qo'yadi.
bolalar qizim bilan o'g'lim nihoyatda zukko. Bular kelajakda nimada o'sha josuslik bilan shug'ullanmoqchi, razvedka maktabida o'qimoqchi, razvedkachi bo'lish bularning maqsadi. O'zi aslida men ham razvedkachilikdan shu partiyaga o'tganman deydi. Bu ham razvedkachi bo'lgan, o'zi juda ham nima deydi, bilimsiz bir ahmoq ayol bo'ladi. Endi soddaroq aytsak, ahmoq deylik. Fikr doirasi tor. Shu ko'plab josuslik qilganligi uchun uni partiyaning ham ikkita tarmog'i bor. Ichki partiya bor va tashqi partiya bor. Bular tashqi partiya a'zolari. Ichki partiyaga ular kirish qiyinroq. Kira olmaydi. O'sha tashqi partiyada haqiqat vazirligiga kirib, tushunmasa bir hisobotlar qilish bilan shug'ullanadigan ayol bo'ladi. Keyin aytadiki, nabiralarda, o'g'illar bilan qizidan xursand bo'lib qo'yadi. Bular juda ham ziyrak. Yaqinda 7 yoshli qizim bitta josusni fosh qildi deydi. Qanday fosh qildi desa, uni o'rmonda yurgan vaqtda bir noma'lum kishini ko'rib qolib, undan shubhalana boshlabdi. Uning oyoq kiyimi buning uchun g'ayritabiiy tuyulibdi. Chunki bunaqa oyoq kiyimni ko'rmagan ekan. Shuning uchun uni kuzatib oxirida fikrlar politsiyasiga aytibdi va o'sha odamni ushlab ketishibdi deydi. Endi bu bola oyoq kiyimni ko'rmagan bo'lsa, u odamning oyoq kiyimini ko'rmaganligi uchun odam aybdor emas-ku. O'z-o'zidan u tutib bergan 7 yosh bolani gapiga ishonib uni qamashgan. Balki yo'q qilib yuborishgan. Katta ehtimol bilan yo'q qilinadi. Ana shunday dahshat bu. Shunday qilib ona mamnun. Bu o'ylayapti. Yaqin kunlarda ota-onasini ham tutib beradi bu. Keyinchalik shunday ham bo'ladi. Ana bir qahramon bordiki, sir payti. Nimayda otasi. Pavlik Morozov. Ha, shuda. Xuddi shu. Shunday qilib bu nimani tuzatib berdi, kanalizatsiyani. Keyin chiqib ketayotgan vaqtda boyagi bezor bolachalar bo'ynini ochdi, boyagi rezinka otadi-da, mana o'qcha bolalar o'ynardi-ku, shunaqa bilan yaxshilab buni bo'ynidan zarba beradi. Onasi esa shunday ham bolalarni uyga olib kirib ketadi, shu bilan uyga o'tdi. Bu endi taassurot aniq bo'ldi, bolalarni ham bular shunaqa tarbiyalayapti. Bolalar shu yerda bitta janjal qiladi. Bizni josuslarni dorga osish marosimiga olib bormading deb janjal qilyapti. 5 yosh, 7 yoshli bolalar josuslarni dorga osish marosimini ko'rishga olib bormading deb. Hozir bolalarimiz meni misol attraksionga olib bor, nimaga marojnaga olib bor yoki har xil o'yinga olib bor deb janjal qilsa, ularning bolalari dorga osishga, tomoshaga olib bor. O'sha vatanni sotgan mafkuran propagandani ta'siri go'daklarning miyasini zaharlab qo'ygan. Shunday qilib bu uyga o'tdi. Lekin unga boyagi juda katta mavzu topildi-da, yozishga. Keyin bu o'ylanyapti bu narsadan. Bu bolalardan ertaga qanaqa odam chiqadi? U aniq ota-onasini ushlab beradi bular. U aniq. Bu vaqt masalasi deydi. Shunday qilib bu uyga qaytib kirdi, endi yozishdan to'xtatdi-da. Eng qizig'i, bu pero bilan yozganda, peroda siyoh birdaniga qotmaydi. Daftar shu ochiqligicha qolgan. Agar yopib qo'ysa, bir-biriga siyohlar bo'lib ketadi, yoqilib ketadi. Daftar shunday ochiq turibdi va qo'shni kirgan vaqtda bir yuragi qo'rqadi. Tashvish. Keyin bu yoqqa o'tib, o'sha ovqatlanay desa, uyda bir-birda non bor, lekin uni ertalab yeyish kerak. Shuning uchun uni hozircha yemayman deydi-da. Jin sharob degan narsasi bor. Hammasiga o'sha g'alaba degan nom qo'yilgan. Aroq nomi ham g'alaba, sigaret nomi ham g'alaba, savdor ham shu-ku. Pobeda-ku hammasi. Vinolar, portfellar. Boyagi tashvoqa mashina bor edi, pobedani totdi. Shu hammasiga pobeda. Va shu g'alaba degan jin sharobdan olib ichdi deydi. Tomoqlarini kuydirib o'tib ketdi. Sifatsizda. Bemaza. U texnik spirtmi nima u? Xullas, keyin ma'lum bir vaqt oshqozonlarni ham dabdala qilib, keyin biroz o'ziga kelib, endi u alamini nimadan oladi odamlar? Bunaqa fikrlash o'sha cheklangan jamiyatlarda inson o'zini alamini ko'pchilik ichkilikka berilishi orqali. Narkomaniya hammasi shundan kelib chiqadi. Shunday qilib, endi bu uyquga ketdi. Suyetni o'chirgandan keyin biroz tin oladi. Kamera endi meni kuzatmaydi. Demak, kechasi qorong'ida olmaydigan kamera ekanda, biroz sifati pastroq. Hali unaqa bo'lmagan. Tinch uxlaydi, lekin yana qo'rqadi. Ovoz yozib turibdi. Uyqusirab biror bir gapni aytib qo'yish mumkin. Agar kechasi alaqlab biror bir gapni aytib qo'ysak, uni zapis yozyapti va keyin uni jazolashi mumkin. Shuning uchun hatto uxlagan vaqtda ham biror bir yomon gapni aytib qo'ymayapmanmi degan qo'rquv uni ichida turardi. Shu bilan tong otdi.
ertalabdan anavi sug'ur kuni degan kino bor, hamma ko'rgan. Ha. Har kuni Bir xil radio baqiradi ertalabdan. Bir mushlab sindirib tashlaydi. bir xil narsa. Ha. Ertalab xuddi sug'ur kunida bu. Shunday anavi telegram baqiryapti. Hamma o'rnidan tursin, fizioterapiya, badan tarbiya mashqlarini qilamiz. Shu. Esimga tushib ketyapti-da haligi ko'rsatuvlar bo'ladi ertalab jismoniy. Biz endi u vaqtlar Ha, esingizdami? Siz yaxshi eslaysiz. O'shanda ekranda, teleekranda o'sha ayol, murabbiya ayol, sport murabbiyasi hammaga 1 2 har xil mashqlar, egilish mashqlari. Bu egilolmaydi. Oyog'ida varikoz bor, bellar qotib qolgan, yoshi 40 ga boryapti. Uni ustiga o'tirib ishlaydigan odam har ertalabdan yana orada aytadi. Winston Smith, siz oxirgacha bajarmayapsiz, yaxshilab egiling. Egilaman desa oyog'ini tomirlari varikoz chiqib ketgan o'zi. Va barmoq uchlariga, oyoq barmoq uchlariga qo'l tekkizish mashqi bor-ku, o'shani qilyapti. Oxirida shunday ajoyib bajaradiki, unga aytadi, mana Smith epladi, amalladingiz, sizga rahmat, siz o'sha partiya uchun yaxshi nima qilyapsiz deb maqtab qo'yishadi orada. U badan tarbiya mashqlarini bajarar ekan, orada ham xayolda o'sha xayollar anavda emas, doimiy ravishda turli voqealar kallasini band qilgan, turli boyagi katta og'a bilan bog'liq, nazorat bilan bog'liq bo'lgan masalalar buni xayolda. Ishga ketadi. Shu bilan ishga bordi, ishxonasiga piyoda bordi, kirdi. Kirgandan so'ng o'zini o'rindig'iga o'tirdi. Endi buni qiladigan ishi nima? Bir necha tuyniklar bor. Shu tuyniklardan bunga bunday o'ralgan qog'ozchalar tushadi. Xuddi faksga o'xshagan, endi faqat qog'ozlar keladi va unda shartli belgilar qo'yilgan, qisqa so'zlar. Shu masalan New York Times, endi bu yerda voqea qayerda bo'layotganligini aytib ketaylik. Voqea Ummoniyada bo'lyapti. Ummoniya. Shuning uchun shartli ravishda endi buni New York Times deb olyapti-da, aslida Amerikada bunday uncha kamroqki, endi ko'proq totalitar rejimlarga xos. Bu asarni tasvirlashi bo'yicha ayni bu davrda dunyo 3 ta lagerga bo'lingan edi. Bu xuddi mana bu sobiq SSR mana shu 45-yildan 91-yilga qadar dunyo 2 ta lagerga bo'lingandiku. Kapitalistik va sotsialistik lager. Mao Zedong aytgandiki, biz 3-dunyoni lideri bo'lamiz. O'sha Osiyo, Afrika, Lotin Amerikasidagi rivojlanayotgan qoloq mamlakatlar uchun Xitoy yetakchi bo'ladi degan fikrda aytgandi. Xuddi shunga o'xshab ketadi bu. Ya'ni asosiy bu Winston Smith yashayotgan davlat bu Ummoniya davlati. Bu ko'proq Shimoliy va Janubiy Amerika, Buyuk Britaniya oroli va Afrikaning janubidagi Janubiy Afrika Respublikasi, keyin shu dunyodagi shu atrofdagi orolli hududlar. Shu okean hududlari, shuning uchun Ummoniya. Okeaniyada Ummoniya. Ko'proq g'arbdagi. Ikkinchisi bu Yevrosiyo. Endi bu asarda aytilishi bo'yicha SSR kuchayib ketadi-da, Yevropani ham bosib oladi va faqat Buyuk Britaniya qoladi-da. To Portugaliya qirg'oqlarigacha boradi. Shunday ekan, butun to Kamchatkadan Portugaliyaning o'sha g'arbiy Atlantika sohillarigacha bo'lgan hududlarni egallagan ikkinchi bir dushman davlat bu Yevrosiyo davlati deb tasvirlanadi. Uchinchi bir davlat ham bor, bu Ost Osiyo, bu Xitoy va Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari, Yaponiya, o'shani hammasini endi katta ehtimol bilan o'sha Xitoy kommunistlari bosib olgan va mana shu butun Sharqiy va Janubiy Sharqiy Osiyo, Mo'g'uliston hududlari endi o'rtada nima deydi? Statusi noma'lum davlat hududlar ham bor. Rasmiy maqomi noma'lum bo'lgan joylar bo'ladi-ku. Uchalasi ham bosib ola olmagan, lekin doimiy bir-biri bilan o'sha hududlar uchun urushadi. Bu hududlar qayer? Bu Marokash qirg'oqlaridan Afrikaning markazida Kongodagi Brazzavil, sharqda mana bu arab mamlakatlari, Misr, shu atrofi Hindiston gacha bo'lgan, bu yog'i Darwingacha, Avstraliyagacha bo'lgan mana shu to'rtburchak, o'sha o'rtalik ekvatorni biroz shimoli, biroz janubi bilan bog'liq bo'lgan mana shunday to'rtburchak shakldagi hudud. Bir safar Yevrosiyo uni bosib oladi, kattagina qismini. Keyingi safar Ummoniya uni quvib chiqadi. Keyingi safar Ost Osiyo shu hududlar uchun hujum qiladi. Uchala davlat ham bir-birini butunlay tormor etadigan kuchga ega emas. Kuchlar muvozanati deyarli teng. Faqat o'sha urushib turadi.
ma'lum bir davrlarda bu chegaralar siljib o'zgarib turadi. Bularni tushunchasi bo'yicha Winston Smithni o'ylantirayotgan narsa 4 yil avval Yevrosiyo bilan ittifoqchi bo'lgan bular va Ost Osiyo bilan urushgan. Lekin Winston Smithga xat keladiki, biz hech qachon Yevrosiyo bilan ittifoqchi bo'lmaganmiz. Doimiy ravishda Ost Osiyo bilan urushganmiz deydi. Yevrosiyo bilan ittifoqchi bo'lganligi Ikkinchi jahon urushida misol Amerika va SSRning ittifoqchi bo'lganligida misol. Keyin vaqtlar o'tdi. Bular o'rtasida munosabat sovuqlashib ketdiki, xuddi shunday endi bular butun tarixni o'zgartirib chiqyapti. Bunga New York Timesni boshqa yoki boshqa gazetalarni eski variantlari olinadi, hammasi yo'q qilinadi. Bir katta pechkaga o'xshagan narsa bo'ladi, shu ortiqcha nimani shunday yoqib yorib kulga aylantirishadi va o'rniga o'sha gazetalarni ichidagi ma'lum bir joylar tahrirlanadi. Masalan, biz hech qachon Yevrosiyo bilan ittifoqchi bo'lmagan, Ummoniya bilan Yevrosiyo ittifoqchilik bo'lmagan va doimiy ravishda Yevrosiyo bilan biz urush holatda bo'lganmiz. Lekin vaqtlar o'tadiki, oradan bir necha yil o'tib Yevrosiyo bilan sulh tuziladi va butun tarix yana boshqatdan o'zgartiriladi. Biz Yevrosiyo bilan hech qachon dushman urushmaganmiz. Biz doimiy ravishda Osiyo bilan urushganmiz degan mazmunda nutqlar o'zgartirib turiladi. Va shu yerda bunga xabar keladiki, katta og'ani gaplarini ham o'zgartirib qo'yish kerak or-orada. Katta og'a aytgan edi, biz yaqin kunlarda qanchadir miqdorda foiz o'sishamiz. Mamlakatimiz ekonomikasi, iqtisodi shuncha foizga o'sadi. Lekin yil oxiridagi natija ko'rsatyaptiki, foizlar uncha o'smagan. Demak, katta og'ani nutqidagi yanvar oyidagi masalan 30% o'sish degan statistika haqiqiy yil oxirida 20% bo'lib chiqsa, katta og'ani o'sha 30% ni shuni o'zgartirib 20 qilib qo'yish kerak. Qo'shib yozishda. Faktlarni ham soxtalashtirish. Demak, katta og'a yolg'onchi bo'lib qolmaslik kerak-ku. Umuman u yolg'onchi bo'lib qolsa hech kim unga ishonmay qo'yadi. Shuning uchun bundan tashqari farovonlik vazirligini doimiy hisobotlar keladi. Ular ham aytadi, biz 6 oylik o'sish natijalari bo'yicha mamlakatda shakar ishlab chiqarish 200% ga o'sdi. Yo bo'lmasa o'sha aholining kundalik iste'mol tovarlari bilan bog'liq bo'lgan shuncha o'sish bo'ldi. Inflyatsiyani jilovladik yoki narxlar arzonlashdi degan statistika, lekin yil oxirida yoki 6 oylik natijalar bo'yicha buni teskari faktlar ko'rsatyapti. Bu narsalar o'z-o'zidan Winston Smithga o'xshagan butun boshli vazirlik mana shu raqamlarni to'g'irlash bilan shug'ullanadi. Aslida bu raqamlar ham hech kimga kerak ham emas. Buni prolar bari tushunmaydi deydi-da. Proletariat uchun bu nima emas. Endi televideniya doimiy ravishda o'sha teleekran raqamlar bo'roni degan iborani ishlatadi. Tinimsiz o'sha statistik raqamlar bo'roni yoki yomg'iri tinimsiz xalqqa axborot yetkazadi. Shuncha foiz o'sdi, shuncha bo'ldi, bu yilgi shunaqa natijalarimiz bor. Bu juda yaxshi biladiki, Winston Smith buni bari yolg'on. Shunday qilib, buni faoliyatida eng qiziq jarayon endi boshlanadi. Mayli, bu yerda boshqa nimaga o'taylik. Nafrat 2 daqiqaligi. Xuddi 1 daqiqa sukut saqlaymiz deydi-ku, shunga o'xshab. Yoki mana shifokorlarda ertalab 5 minutlik nimasi bo'ladi, maylischasi shunga o'xshagan. Bular shunday ishlab o'tirgan joyida soat 11 da hamma o'zini taburetkasini ko'tarib, mana shu 11 da shunday olib boriladi-da, nafrat 2 daqiqalik boshlanadi. Nafrat 2 daqiqaligida nima aks ettiriladi? Bu yerda Emanuel Goldstein degan bir shaxs. Bu shu Trotskiyni nimasi? Trotskiyni o'zginasi. Emanuel Goldstein ko'rinishi ham shu. Ochki taqqan, soqol, ichki soqol deyapti, soqolchasi bor. Yahudiy qiyofali deyapti. Va uni o'zini nutqida iloji boricha nutqini odamlarning qashiga tegadigan nutq qo'yilgan. Qashiga tegar nutq. Bu nutqda aytiladiki, o'sha katta og'aning qilayotgan ishlari noto'g'riligi, mamlakatdagi o'sha olib borilayotgan siyosat noto'g'riligi, umuman Ummoniya bilan Yevrosiyoning urushi, Ost Osiyo bilan boyagi masalalar hammasi qo'yib beriladi. Eng qizig'i, hamma ishchilar nafratlanib baqirishni boshlaydi unga qarab. Yo'qolsin Goldsteinga o'lim va hokazo degan mazmunda bular nafratlana boshlaydi. Goldsteinni qiyofasi xuddi qo'yni eslatadigan qiyofada, ovozi ham shu marashga o'xshagan yoqimsiz ovoz qilib eshittiradiki, odamlarni jig'iga tegish uchun. Buni
orqa o'rindig'iga bir malla sochli ayol o'tirib oladi. Belida qizil kamari bor, endi bo'ylari uzun. Bu shu ayoldan shubhalanib yuradi-da, shu fikrlar politsiyasi ishlasa kerak, shu meni poylayapti mana shu ayol deb yuradi-da. Chunki zalda, ko'chada, mana ishxona koridorlarida yonma-yon o'tib ketayotganda bu ayol bunga qarab, yaxshilab tikilib qaragan ediki, bu o'shandan beri shu ayoldan shubhalanardi. Hoynahoy meni ushlab bermoqchi bo'lsa kerak. Mana shu mallasoch ayol meni kuzatyapti. Mana hozir ham orqamga o'tirib oldi. deb ikkinchi bir shaxs bor, bu O'Brien ismli shaxs. O'Brien, antagonist. O'Brien bu bilan nimagadir O'Brienga buni simpatiyasi bor. O'Brien menga o'xshab fikrlaydi deb o'ylaydi, negadir. Chunki O'Brien yuz qiyofasiga shunday bir ta'sirot bera oladiki, uni ko'rgan odam, ayniqsa Winston Smithga shunday u bir tikilib qaraydiki, ham fikrmiz deb o'ylab qoladi. Shu O'Brien bilan bir gaplashishim kerak-da, shu O'Brien menga o'xshab fikrlasa kerak-da deb qachon imkon bo'lar ekan, men o'zimga o'xshagan bir ham fikr topar ekanman, meni ham maslakdoshim bo'lar ekan deb bu shu bilan ich-ichidan shu narsani o'ylab yuradi. Keyin yonboshda bir necha stol narida O'Brien o'tirib oldi. Shu bilan bular Goldsteinni haqoratlash boshlandi, hamma nafratlangan. Orqasidagi boyagi mallasoch ayol Goldsteinga qarab qo'lidagi kitobni otadi, ekranga qarab. Ekranga borib kitob tegadi. Lekin ekrandagi ovoz davom etaveradi. Xuddi o'sha paytda ekranda Yevrosiyoning askarlari qiyofasi paydo bo'ladi. Mongoloid qiyofadagi askarlar deyapti. Ular bostirib kelayotgandek taassurot uyg'otadi. Hamma nafratlanadi. Yevrosiyo bostirib kelyapti deb hamma baqirib yotibdi. Shu o'rtada birdaniga katta og'aning tasviri paydo bo'ladi. Ya'ni bostirib kelayotgan dushman Yevrosiyo askarlarini to'xtatadigan kuch. Ya'ni o'sha katta og'a bor ekan, mamlakat tinch degan mazmundagi katta og'a bizning himoyachimiz, katta og'a bizning xalqonimiz degan mazmunda katta og'aning rasmi ko'rindi va hamma birdaniga endi Goldsteinni haqoratlash to'xtadi, katta og'ani ulug'lash. KO deb qo'ygan. Ya'ni katta og'a yashasin, katta og'a bor bo'lsin, boshqa degan mazmunda. O'zi asli katta og'a kim? Biron bir shaxsmi? To'g'ri, bu yerda Stalinga o'xshatish bor, mo'ylovli bir shaxs sifatida. Lekin umumiy bir katta og'a aynan bitta shaxs ham emas. Katta og'a bu hokimiyat, o'sha haq-huquqlar chegaralanmagan, o'sha mutlaq bir hokimiyat ramzi. Diktatura ramzi. Shunday qilib, endi bu 2 daqiqalik tugadi. Tugagandan keyin shunday ketish oldidan qarasa, O'Brien bilan nigohlari to'qnashib qoladi. Go'yoki O'Brien ham shu fikrda, bu ham shu fikrda. Katta og'aga qarshi fikrlar ekanmiz deb o'ylaydi. Boyaga nafratlanayotgan paytda hatto o'zi ham o'zi sezmay qoladi. Shunday qarasa, o'zi ham baqirib yotgan ekanda. Goldstein haqoratlayotgan ekan. O'zi to'xtab qoladi. Men o'zi Goldstein kim, nimaga uni haqorat qilyapman? O'zi ham o'sha ommaga qo'shilib ketganligini sezmay qolyapti odam. Endi unday qilmaslikda ham iloji yo'q. Bir paytlar amerikalik bir kishi aytgandi-ku, Xitoy haqida. Yesir payt. Sizlarda hatto jim turish ham jinoyat hisoblanadi degan. U yerda jim turib bo'lmaydi. U yerda hamma haqorat qilyaptimi? Haqorat qilish kerak. Hamma ulug'layaptimi? Ulug'lash kerak. U yerda jim turgan odam dushman hisoblanadi. Chunki fikrlar politsiyasining josuslari bor bular orasida. U o'ylayaptiki, orqasidagi ayol buni kuzatib turibdi. Shuning uchun ham bu hamma qator tomog'i yirtilgudek bo'lib baqiradi. Shunday qilib 2 daqiqalik nafrat 2 daqiqaliga tugaydi. Hamma ishiga o'zini o'sha soxtalashtirish ishlarini bu nima qiladi, davom ettiraveradi. Endi bu Winston Smithni bundan keyingi faoliyatida ham o'sha kechasi uyga keldi. Qo'shni inson eshikni taqillatib yana keladi, yana daftar yozayotgan vaqtida, o'sha kundalik yozayotganda. Bu safar Parsonsning eri kelgan ekan. O'tgan safar xotini keldi. Eri kirib keladida, uzr deydi, meni bolalarim siz bo'yningizga rogatka bilan urgan ekan. Bunday deb, mana deydi, siz deydi 50 tiyin pul berishingiz kerak. Nimaga desa, nafrat haftaligiga tayyorlanyapmiz. Bizning o'sha g'alaba turar joyimiz, bino o'sha domda nomi ham g'alabada. Hamma narsa g'alaba. Domimizda o'sha ko'p qavatli binomizda bannerlar ilishimiz kerak. Boshqa domlar bilan musobaqa ketyapti. Hamma o'sha binolar bir-biridan o'tkazib shiorlar ilish kerak. Shiorlarda hammasida katta og'ani ulug'lash, Yevrosiyoni la'natlash, boyaginday boshqa turli shiorlar, shu tuzumni madh etadigan shiorlar bo'lish kerak va
o'shanga pul so'rab keladi, bunga pul beradi, pulni olgandan keyin ham uyga kirib o'tirib oladi u. O'tirib bu yoqdan valaqlashni boshlaydi. Endi u ikkalasining dunyoqarashi umuman boshqacha odam. U o'zicha o'sha hukumatni qilayotgan ishlarini qo'llab-quvvatlayapman deydi. Hamma bu esa ilojsiz chidab o'tiribdi, uni ustiga kamera kuzatib o'tiribdi ularni. Va u qo'rqib turadiki, daftarimdagi narsani o'qib qolmasmikan bu. Daftar ochiq turibdi, siyoh qotmagan. Hozirgi bizga o'xshagan siyoh emas. Peroniku yopishib, buzilib ketadi. Daftar ochiq. Qotmaguncha yopilmaydi. Yopib bo'lmaydi. U qo'shni ham kelib o'tirib olgan. Shuni orqasiga qarasa ko'rib qoladi. Yana o'rtada aytadi, siz uyingizda nega bunaqa chuqurcha bor deydi. Voyga shkafga o'xshagan devor chuqurchasi. Aytadi, men bilmayman, qandaydir quruvchilarning xatosi bo'lsa kerak deb. Daftarga lekin e'tibor bermadi, bu juda xavotirlanib turadi. U aniq aytib berardi u odam. Ivan Vasilyevich aytadi-ku, politsiya iltimos murojaat qilmang desam, bo'pti deydi-da. Politsiya bizning kvartiramizda g'alati ishlar bo'lyapti. Qo'shni haqiqiy shohni olib keldi deydi-ku. Xuddi shunaqa qo'shni bo'ladi-ku. Keyin chiqib ketdi. Undan keyingi buni voqealar qanday kechyapti? Boyagi ayol bilan yana ro'para kelib qolyapti. O'sha ro'para kelib qolayotgan vaqtda ayol negadir yerga qalqib yiqilib tushadi-da, bu borib uni turg'izaman degan vaqtda bildirmasdan qo'liga qog'ozcha tutqizib ketadi. Ayol bu endi dahshatga tushadi. Bu endi meni aniq kuzatib yuribdi bu deydi. Aniq seni ma'lumotingni bilaman degan mazmunda xat bo'lsa kerak deb xatni o'qishga qo'rqadi. Xatni o'qishga qo'rqib dahshatga tushadi. Astagina bir kamerasi yo'q joyga borib shunday xatni ochib qarasa, u sevgisi xor qilgan ekan u. Juliya. U sevgisi xor qilgan ekan. Undan qo'rqib yuribdi, bu josus meni aniq tutib beradi bu fikrlar politsiyasiniki. U ham beliga qizil kamar taqib olgan-da. Qizil kamar bu haqiqiy o'sha patriot, o'sha hukumatga xizmat qiluvchi nima deydi ularni? Qizil imperiya. Shunday. Endi tekizgan. Bundan oldin bitta voqea bor. Juliyadan yana shubhalanishiga sabab bo'lgan. Bu mahalla oralab yuradi, prollar yashaydigan joyda. Endi bu bunday joyda ishxonasida ham kamera, uyida ham kamera siqiladida, vaqti bilan o'sha nimaga ularni oralaydi. Oddiy proletariat yashaydigan prollar. Umuman bu davlatda jamiyat 3 ta tabaqaga bo'linganda, birinchisi ichki partiya, ikkinchisi tashqi partiya, bu endi tashqi partiya vakili, uchinchisi prollar, proletariat. O'sha prollarning orasida yurgan vaqtda to'satdan odamlar parovoz kelyapti deydi. Bu parovoz parovoz deb raketani aytar ekan. Katta raketa tushib, hamma har yoqqa qochib ketadi, kimdir o'sha yerda o'lib qoladi. Tinimsiz o'sha kimdir raketa otib turadi. Bu ham juda shubhali. Yevrosiyodan uchib kelyaptimi bu raketa yoki hukumatni o'zi xalqni qo'rqitish uchun raketa otib turibdimi? Aholini o'sha urush kayfiyati. Dushmanni hosil qilish. Dushman obrazini hosil qilish uchun. Mana shunday qilib, bu o'sha raketadan omon qoldi, hamma yerga yotdi, uyga kirib ketdi, raketa tushdi, kimnidir qo'li uzilib tushdi. Bu esa qo'lni oddiy bir xasta bir tepgandek ariqqa tepib tushirib o'tib ketdi bu ham. Bu o'ziga ham hayron qoladi bir tomondan. Nahotki men shunchalik sovuqlashib ketganman, shunchalik vahshiylashib ketdim, insonni qo'lini bir tepib chuqurga tushirib yubordim. Shu o'rtada bu yurib aylanib, odamlar ham bunga biroz shubha bilan qarayapti-da. Sababi ustida forma bor. Hamma bir xil kiyinadi. Partiyani kiyimini kiyibdi. Odamlar hayron, bizning hududimizda partiyaning odam nima qilib, bu hoynahoy josus bo'lsa kerak deb bundan ham hech kim gaplashni xohlamaydi. Shu o'rtada bu bir qahvaxonaga kiradi. Qahvaxonada kirsa, unga ham kirishiga sabab bir qari chol kirib ketadi-da. Hoynahoy shu chol revolyutsiyadan avvalgi voqealarni eslasa kerak. Buni xotirasi yaxshi, chunki bu hech narsani eslolmaydi-da. Bularning xotirasi chalkashtirib tashlangan. Yoshligini ham chala-chulpa eslaydi. Shu borib shu otaxonni gapga solaman deb uni oldiga kirsa, u otaxon aytayaptiki, menga pivani deyapti. Pivo sotuvchiga aytayapti. Litrda emas, qanaqadir boshqa bir o'lchovda quyib berasan deyapti. U endi bekor qilingan o'lchov birligi. Avvalgi o'sha Angliyada bir paytlar mavjud bo'lgan o'lchov birligi bu yarim litr ham emas, 1 litr ham emas, bu 0.75 lar qatoridagi nima ekan. Xullas bu kiradi, o'shanga bir 2 bokal mana olib beradida gapga soladi. Tarixni eslaysizmi? Cholni.
shu silindrlar kiyib yurgan ekan odamlar, bunaqa silindr shlyapa bashara narsa kiyib yurgan-ku. Ha, silindrlar eslayman deb boshqa narsalar gapirib ketadi. U ham qo'rqadi. Yo'q, xotira ham ketganda. O keyin ana uni so'raydi. Siz avvalgi davrda eslaysizmi? Avvalgi davrda o'sha inqilobdan avval hayot yaxshi bo'lganmi, yo'qmi? Hozir yaxshi yashayapmizmi, avval yaxshi yashayapmizmi desam, yana boshqa narsalarda vaysab ketadi. Umuman bu gapdan, u otaxondan hech qanaqa bir manfaatli gap chiqmaydi. U ham endi shu zombilashtirilgan, xotirasi chalkashtirib tashlangan, uni ustiga yoshi ham bir joyga borgan bir otaxon ekan. Demak, aytadiki, buning xotirasi bir uyum o'sha axlatdan iborat ekan, bu bilan bekor vaqtim ketkazdim deb chiqib ketadi. Ketgandan so'ng ham aylanib yurib bir vaqtlar o'sha esdalik yozayotgan daftarini sotib olgan, kundaligini sotib olgan. Nimani eski buyum sotuvchi odamning uyiga kirib qoladi, o'sha do'koni. Kiradi, nima sotib olasiz deydi, u bir narsa sotib oladi deb o'ylaydi. Sizga daftar sotgandim esimda deb, u ham eslab qolgan buni. Qoyil, hamma bir-birini eslaydi. Qoyil. Keyin kiradi, ko'radi, sotib oladigan tayinli narsa yo'q. Faqat bu noodatiy bitta shishani ko'rib qoladi. Mana bu xuddi billurga o'xshagan qandillarda bo'ladi, yumaloqcha. Shunaqa shisha. Bu nima desa, bu o'tmishdan qolgan bir o'sha suvenirga o'xshagan narsa. $4 deydi, $4 sotib olsa, boyagi shoshilib beradi-da, uni savdolashsam $1 ga ham berar ekan. Chunki savdo yo'q. O'zi asli bu yerga nima izlab borgan? Ko'pchilik o'sha qora bozorga lezva izlab boradi. Bularda lezva muammosi bor, piska. Butun bir katta Ummoniya degan saltanatda lezva yetishmaydi. Lekin hukumat rasmiy statistikasini ko'rsangiz, 100%lik, 500%lik o'sishlar, 300% ishlab chiqarish nima bo'ldi? Rejadan avval shuncha, masalan, og'ir sanoat, yengil sanoat shuncha rivojlandi deydi, lekin odamlar soqol olish uchun ustaraga lezva topa olmaydi. Bu ana bir kinoda gugurt bor-ku, deydi-ku. Gugurt eng qimmat narsa, aslida gugurt eng arzon narsa-ku. Shunga o'xshab o'sha bir-biridan lezva so'raydi bular har doim. Shunday qilib, bu u yerga borib boyagi bildur shishachani sotib oldi. Keyin u sotuvchining o'zi tepada bir xonam bor. Shu xonam bo'sh turibdi. Kampir bo'lgandan beri hech kim chiqmaydi. Xohlasangiz ijaraga qo'yaman deydi. Bu o'sha yerni qiziqib qoladi. Chiqadi, o'sha yerda bir o'tmish zamonda eslatuvchi bir kartinka bo'ladi, rasm. Kartinkadagi rasm bu bir monastirmi, cherkovning rasmi. Bu o'sha bilmaydi, lekin yashayotgan shahardagi bir cherkovning nimasi ekan. Shu yerda bir to'rt qator she'rda aytadi, qolganini eslay olmayman deb. Boyagi apelsinlar ochgan, gullagan bir davrda bir narsa degan mazmundagi she'r. O'tmishni eslatuvchi deb bu shuni yodlab qoladi. Shu bilan qiziqadi shu yerda ijaraga olishga bu. Keyinroq ijaraga ham oladi. Shu bilan keyin bir ishxonasida yana bir voqea bo'ladi. Shu yerdan chiqib ketayotganda yana boyagi Juliya o'tib ketib boryapti-da. Bu endi yana dahshatga tushadi. Bu aniq Fikrlar politsiyasining odami. Hali xat berishdan avval bo'lyapti bu. Bu meni poylab yuribdi. Bo'lmasa bu nimaga meni bu mahallada yuribdi bu? Aniq meni shu yerga kirganimni bildi deb yana qo'rqib yuradi bu ayoldan. Yana bir safar esa oshxonaga kiradi. Bular oshxonada hamma patnisda o'zini ovqatini o'zi olish kerak. Bir ta'msiz bir ovqatlar beriladi umumiy. O'sha yerda o'tirgan vaqtda yana Juliya kelib orqa stolga o'tirib oladi-da. Bular ham teleekranda tagidagi joyga o'tirib olgan. Juda gapirishga ikkilanadi. Teleekran hamma narsani kuzatib turibdi va tinimsiz teleekran vaysaydi. Boshda og'ritib yuboradi odamni. Kuni bilan o'zi ishlab charchagan odamga tinimsiz propaganda gaplar. Ovqatlanyapti, yoniga yana kamiga o'ziga hech yoqmaydigan bir odam kelib o'tirib oldi. Bu o'sha bittasi boyagi Parsons degan qo'shnisi. Juda ham nima deydi, boyagi hukumat nimalarni ura-patriot deydi-ku, shunaqa bo'lganda o'sha o'tirib olgan, u ham har xil nimalar gapirib beryapti. Shu o'rtada boshqa bir buni hamkasbi o'tiradi. Bu yangi til yaratish bo'limida ishlaydigan inson edi. Yangi til degani nima? Bu yerda insok degan tushuncha bor. Insok degani ingliz sotsializmi deydi. Bular endi bu juda katta tushuncha. Yangi til bu insok, insok bu yangi til degan gaplar ham aytiladi. Bu yerda yangi tilda nima o'zgarish qilyapsizlar? Bular 10 ta lug'at chiqargan. 10 ta lug'atning mazmuni eski so'zlarni yo'qotish, imkon qadar yangi so'zlar o'ylab topish. Bu so'zlar imkon qadar kamaytirilishi kerak. Insonlarda so'zlar kam bo'lgandan keyin ularning fikrlashi ham torayadi. Shunday qilib, bularni doimiy bir bo'lim shug'ullanadi haqiqat vazirligida o'sha lug'at ishlab chiqarish bilan. O'sha buni tanishi aytib beryaptiki, biz masalan deydi, o'sha ma'lum bir so'zlar yo'qotishimiz kerak deydi.
masalan ochlik so'zi bor ekan, to'qlik so'ziga nima bor? To'qlik so'zini olib tashlash kerak lug'atdan deydi. Yaxshisi ochsizlik degan mana so'zni yaratishimiz kerak deydi. Yoki to'qlik qolsin, ochlikni o'zini olib tashlash. bittasini qilib yo'qotish kerak deydi. Shunga o'xshab Moviy tog'lar yoki Tianshan deydi-ku. Nimaga kitobingda ikkita nom bor? Ikkita nom nimaga bittasini olib kerak tasha deydi-ku har safar. Xuddi shundan. Keyin aytadi. Uni mohiyati qiziqmas. Faqat nom kerak. Har safar unga e'tiroz bildiring. Keyingisi aytadi, masalan, juda yaxshi, o'ta yaxshi, ajoyib, bular nima kerak deydi. Undan ko'ra yaxshi, plus. Juda ham zo'r bo'lsa plus. Shunday qilib qo'ysak bo'lmaydi. Musbat deb qo'ysak bo'lmaymi deydi. Biz deydi shunaqa qilmoqchimiz. 2050-yilga borib deydi, hozirgi biz tilimizni hech kim tushunmaydigan bo'ladi. Biz shunday yuksak bir natijaga erishamiz deydi. Mohiyatan Esirda ham shunga o'xshash ishlar qilingan. Ayniqsa bizga o'xshagan xalqlarni lug'atimizni o'zgartirishga harakat juda kuchli bo'lgan. Imkon qadar rus tilidagi so'zlar, proses, masalan, jarayon degan so'z bor. Yoki shunaqa so'zlar o'zimiz tilimizda bor. Esir davridagi kitoblarning ko'pini ko'rsak, majburiy kiritilgan juda nimalar ko'p. Aka bu Saim degan yana bir obraz bor ekan. O'sha kollegasi, ya'ni ishxonasida. Bu kim? Hozir O'sha kishi Saim o'sha yangi til bilan shug'ullanayotgan. Lekin bu Saimni valdirashlarini eshitib o'tirar ekan, Saimni ham qamashadi, buni yo'q qilishadi deb kallasida shu fikr. Eng qiziq qarang. Saim hukumatga chin dildan xizmat qilyapti. Bu chin dildan yangi lug'at chiqaryapti va ishonadi. Butun siyosat qo'llab-quvvatlaydi. Lekin u baribir yo'q qilinadi. Nega? Totalitar rejimlarda shunday narsa borki, faqat qarshilarni emas, haddan tashqari faollarni ham yo'q qiladi. Juda faol bo'lib ketish ham kerak emas. Haddan tashqari maqtagan ham yaxshi. Ha, juda maqtavorsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun bir o'rta miyona nimani olish juda qiyin. Shu oltin o'rtasini olish kerak. Bu juda ham qattiq kirishyapti va imkon qadar u o'zini fikrlarini ko'p joylarda aytayapti-da. Uni yonidagilar uni fikrlarini tushunmaydi hamda ko'pchiligi. Tushunmaydi. O'z-o'zidan tushunmaydigan odam uchun kimdir ko'proq gapirayotganligi shubhali ham tuyuladi va uni ustidan yozib ham berishi mumkin. Fikrlar politsiyasi uchun nima farqi bor? Va yumaloq xat tushdi, imzosiz xatlar, ular uni aniq shu bilan uni yo'q bo'lish uchun shu narsa yetarli bo'ladi. Endi bundan keyin mana shu joyda ham yana Juliani ko'rgan. Oradan bir necha kundan so'ng boyagi Sayms yo'q bo'lib qoladi. Yo'qolib qoladi. Bu taxmin qilganday. Eng qizig'i ishxonadagi shaxmat musobaqasida ishtirok etish kerak edi. Shunday borib qarasa, hamma ro'yxat turibdi, o'shaning familiyasi yo'q. Umuman bu tuzumda shundayki, biror bir odam yo'q bo'lar ekan, qamalar ekan yoki qatag'on qilinar ekan, uni umuman bu hayotda mavjud bo'lmagan deb asoslab tashlanadi. U bilan bog'liq bo'lgan barcha hujjatlar yo'q qilinadi. Uni familiyasi hamma yerdan, vedomislarmi, ishxonadagi har xil ro'yxatlar hammasini yo'q qilinadi va bunaqa inson tarixda hech qachon yashamagan degan hech kim uni bilmaydi. Saymis ham xuddi shunday bo'ladi. Butunlay. Buni o'zi ham shundan qo'rqadi. Kundalik yozib o'tirar ekan, erta kundaligimni ham yo'q qora, hatto Winston Smith degan ismni ham yo'q qora. Men haqimni kelajak ular bilmaydi ham. Chunki tizimda nimasi juda ham mustahkam. Ana shu juda yaxshi ishlaydi. Shunday qilib mana shu oshxonada ham uni orqasidan Julia o'tirganligi uchun juda qattiq shubhalanadi va oxir unga xat bergandan keyin u biroz hayron qoladi, chunki u politsiyachi deb o'ylasa, u unga sevgisi orqali aytgan ekan. Lekin bu yerda eng ajablanarli tomoni, mana tomoshabinlar e'tibor beringlar, bu mamlakatda bu faqatgina fikrlash emas, muhabbat ham taqiqlangan. Sevgi taqiqlangan bu mamlakatda. Unda qanday ular turmush quradi? Turmush qurish uni ham bunda rejalab berishadi. Rejalab berishadi. Faqatgina shu mamlakatga inson bu resurs sifatida qaraladi. Material. Material sifatida o'sha davlatga inson kerak. Bular o'rtasida, lekin er-xotin o'rtasida ham sevgi bo'lishi kerak emas. Bu avval uylangan Smith. Avval uylangan xotini ham haqiqiy o'sha insonga sodiq, o'sha tuzumga sodiq bo'lgan va bir-biriga fikrlash to'g'ri kelmagan. Bir voqeani aytib beradi. Bular shahardan tashqari bunday sayrga o'xshash narsaga olib chiqiladi, hammasi qatorlashib olib chiqilgan-ku. O'sha vaqtda bular safdan qolib ketadi. Xotiniga bir gulni olib bermoq, gulni chiroyligini qara desa, "Gulni nima qilaman men?" deydi. "Safdan qolib ketdik-ku. Biz hozir eng muhim burchimiz safda yurishimiz kerak-ku" deydi. "Gulingni nima qilaman men?" deydi-da.
unda his tuyg'u unaqa narsalar yo'q u ayolda. Birinchi xotini bilan bular oxir oqibat shunday kelisha olmagan, lekin rasman ajrasha olmaydi. Hukumat ham bu narsaga ruxsat bermaydi. Va endi bu Julia bilan yashirincha uchrashish kerak, lekin uchrashish ham mumkin emas. Qayda uchrashadi? Hamma yoq kamera. Ular ko'chada shunday xatda kelishishladiki, qisqagina qandaydir uni kelishuv bo'ladi. Katta maydonda teleekran kuzatuvidan xoli bo'lishimiz mumkin, lekin maydonda teleekran bor. Katta markaziy maydonda. Lekin u yerda odam ko'p bo'lganligi uchun hammani e'tibordan chetda bo'lamiz. Go'yoki aylanib yurganday bu boratda bir-birini yaqiniga bora olmaydi. Bir-birini uchrasha olmaydi. U yoqdan bu yoqdan aylanib o'taveradi. Xuddi bu bir kulgili nima? Rahmatli Hojiboy aytardi-ku, avvalgi yoshlar deydi, qizlar paqirda ko'tarib suvga boraverardi, bolalar valsafat bilan aytib o'tib ketadi, aytadigan gapini deydi. Shuni o'tib ketadi, bir-birlar uchrashmaydi deydi-ku. Xuddi shunaqa bo'lgan. Ikkalasi maydonda yuribdi, bittasi nari tomonda bir-biriga yaqin keladi-da, biroq so'z aytadi, aytmaydi, o'tib ketadi. U eshitdimi? Eshitmadimi? Quloq hammasi butun vujud quloqqa aylangan. Ikkalasi bunday yonma-yon ketayotgandek nariroqdan ketadi-da, bir-biri bilan bilinar-bilinmas qisqa lo'nda suhbatlashadi. Yana shubhalanadi, teleekran yo'qmikan? Yana hamma yoq teleekran emas, ovoz yozgichlar ham qo'yilgan, yashirin o'sha diktofonlar bor. Bilmaydi kim qayerda diktofon borligini hech kim bilmaydi. Oxir oqibatda bu qiz Julia buni manzil tayinlaydi. Shahardan tashqarida bir o'rmonda orasida bir katta dalaga o'xshagan joyda biz uchrashamiz, ikkovimiz umuman boshqa yo'llardan boramiz deydi. Bu Smit poyezdga minib, poyezddan keyin yana tushib, izlarini chalkashtirib, xuddi bu detektiv kinolardagi o'xshaydi. O'zini izini chalkashtirib, bir oldinga bir orqaga yurasan, unday qilasan, boyaga o'rmonga borasan deydi. Qiz umuman boshqa tomondan aylanib borib, shu yerda bu daraxtlardagi chiroyli gullarga termilib turgan vaqtda orqasidan kelib birov gapirsa, bir qo'rqib ketadi. Meni fikrlab politsiyasi quvib keldimikan deb qarasa, Juliya turibdi-da. Shu yerda ikkalasi endi suhbatlashadi. Bular uchun juda qiziq. Bu tushlarda ko'rar ekanda. Endi bu tushida ko'radi bir bug'doy zorni, yonida bir ariqdan suv oqib o'tgan, shunaqa joyda bir chekkasini ko'radi. Men bu yerlar tushimda ko'rganman. Umuman bu yerda juda qiziq nimalar bor. Bundan keyin bularda uchrashib turadigan joy yo'q uchrashuvga. Atom bomba tushgan joy topib oladi-da bular. O radiatsiya bor. Ularga farq yo'q. Chunki kamera yo'q-da u yerda. 30 yil avval u yerga atom bomba tushgan. Hamma yoqda kulini ko'kka sovurib tashagan, lekin bir qanaqadir kaptarlar, yovvoyi kaptarlar inqurgan bir xaroba nima bor. O'sha yerda bular nima qiladi? Uchrashib turadi, suhbatlashib. Endi hech kim shubhalanmaydi atom bomba tushgan joy va halokatli hudud deb. Keyin bularni o'sha munosabatlari oxiri bular nima qiladi? Buni esiga kelib qoladi. O'sha antikvar buyumlar sotuvchi chol bor edi-ku, o'shani ikkinchi etajda bitta xona bor edi, shuni ijaraga olamiz deb. O'sha yerni bular ijaraga oladi. Kamera yo'q deydi-da. Bor, u yerda ham kamera bor bo'lib chiqadi oxirida. Xullas, lekin bilib qolishadimi? Oxirida fosh bo'ladi. Bular juda qattiq ikkilanib, juda qattiq qo'rquvda yashaydi. Mana shu ikkalasini suhbatlarida yana bitta narsa bor. Endi bularning suhbatlari juda qiziq kechyapti. Bu qiz aytadi, qiz uchun qiz ham o'zi aslida razvedka maktabidan chiqqan yoshligida. Ota-onasini ham eslolmaydi. Uni ham ota-onasi yo'q qilib yuborilgan. Winston Smithni ham ota-onasi yo'q qilib yuborilgan. Bularda Winston Smith yana bitta joyi bor. Tez-tez tushida onasini ko'rib turadi. Onasi singilchasini qo'liga olgan holda bir quduqqa tushib ketyapti. Bu esa qutqara olmaydi ham, qutqarishga ham harakat qilmaydi. Ongini ostida ona bilan bog'liq xotiralar bor. Bolalik payti onasi yo'q qilingan, lekin nima uchun yo'q qilinganligini ham eslolmaydi. Keyin yana bir tushida ko'rib, keyin xotirani eslaydi. Bu yoshgina bola edi. Dadasi birdaniga g'oyib bo'lib qoldi. Bu davlatda odamlar tez-tez g'oyib bo'lib qolardi. Dadasi g'oyib bo'lib qoldi. Onasi, singlisi va chaqaloq singilchasi uchalasi qoldi. Ochlik, tinimsiz bu xarxasha qilardi Smith. Tinimsiz onasiga o'sha yegulik berishda xarxasha qilardi. Onasi bor narsani berardi bunga. Unga qandaydir o'yinchoq ham berardi. Bu esa tinimsiz xarxasha qilardi.
hatto bir kuni hukumat ozgina payokka shokolad berishdi, shokolad. Shokoladning 3 dan 2 hammasini menga berasiz deb janjal qilyapti Smit. Juda ham bir egoist bolacha bo'lganda, singlinga ham qolsin o'g'lim deyapti, bu esa yo'q deb. Shunda 3 dan 2 qismini o'g'liga berib, 3 dan 1 qismini chaqaloqqa beraman deganda, poylab turadi, mushukdek sapchib chaqaloqni qo'ldagi uni olib, tashqariga chiqib qochib ketadi. Singlisi ochlikdan o'ladi. Singil shunday hozir katta bo'lganda 39 yoshda eslayapti, singlisini bir murg'ak, go'dak ochlikdan qiynalyapti, sillasi qurigan, boyagi terisi ustixoniga yopishgan. Bu esa singlisiga rahm kelmaydi. Uni qo'ldagi shokoladchani ham tortib qochib ketadi. Shu bilan ko'chaga onasi orqasidan, "Voy o'g'lim to'xta" deb qoldi. Bu ko'chaga qochib ketdi, shokolad yedi, o'ynab qaytib keladi, ona ham yo'q, singil ham yo'q. Shu bilan onani qaytib ko'rmadi, ona g'oyib bo'ldi. Chunki ona ham bilardi, qachondir uni ham yo'q qilishni. Chunki eri yo'q qilingandan keyin xotin ham yo'q qilinadi. Bu SSR davridagi o'sha totalitarizm, o'sha qatag'onlarning o'zginasi. Mana bizning jadidlarimiz odamxo'rlik ham bo'lgan. Bizda mana bu ko'p erlar qamalganlar, xotinlar ham qamalgan-ku. Mana Qozog'istonda Aljir degan lager bo'lgan-ku. O'sha Akmalinskiy va ayollar lageri. O'sha yerda siyosiy jinoyatchilarning xotinlari qamalgan. Endi eri misol siyosiy ish bilan shug'ullangan bo'lsa, xotini ham shu ishni qiladi degan emas-ku. Lekin hukumat uchun ahamiyati yo'q edi. Xuddi shunday 1984 da ham mana shu ona bilardi. Smitga tinimsiz termilardi. O'zini nimasini taqdirini kutyapti. Bugun yo ertaga aniq u yo'q bo'ladi, lekin o'g'lini oxirgi marta ko'rib qolayotgandek tikilardi, lekin o'g'liga biror so'z ayta olmasdi. O'g'li bu narsani tushunmaydi ham. Ikkinchidan, unga poylab turishgan bar kuzatiladi. Shuning uchun ona g'oyib bo'ldi. Bu ko'chada o'sha shokoladini yeb qaytib kelgancha shu bilan onani qaytib ko'rmadi. Endi u o'ylaydi, onamni balki surgun qilishgandir, surgunda o'lgandir, balki singlim ham o'sha yoqda ochlikdan o'lgandir, balki singlim tirikdir deydi. Balki u yashayotgandir, uni ham o'sha onani o'ldirib yuborib, singlini nima deydi, o'sha hukumatga moyil ruhda tarbiyalab, Juliyaga o'xshagan qilib yetishtirishgandir. Juliyani taqdiri ham shunaqa bo'lgan. Juliyani ham ota-onasi yo'q bo'lib ketgan. U keyin o'sha bolaligidan hukumat tomonidan o'sha sport bilan shug'ullangan, keyin razvedkachilik qilgan, keyin uni xizmatlari uchun tashqi partiyaga ishga olishgan. Juliya lekin biladi, bu g'oyalar hammasi puch ekanligini. Hukumatni aytayotgan gaplarning hammasi yolg'on yaxshi gaplar ekanligini va chin dildan ishonmaydi. Ikkalasi haqiqiy endi topishganida faqatgina Juliya bu narsaga ko'nikkan. Bu hamma gaplar yolg'on, lekin shunday qiliqlarni biz qilishimiz kerak va o'zimizni fosh qilmasligimiz kerak deydi. Bu esa o'sha narsani qabul qila olmayapti. Smithning farqi Juliyadan, ikkalasi ham fikrlari bir xil, lekin qabul qilish darajasi har xilcha. Buni hamkasblar asosiy shu yo'qolib boraveradi-da. Ko'p hamkasblari asarda voqealar jarayonida yo'qolib boraveradi. Mana shu yerda yana bitta nima bor? Buni qo'liga to'satdan bir gazeta parchasi xabar shaklida keladi. Bu yerda hukumat tomonidan bir paytlar hukumatda ishlagan 3 ta odam to'satdan ular siyosiy jinoyatchi sifatida ayblangan va keyinchalik ular juda qattiq qiynoqlardan keyin tavba qildirilgan va ma'lum muddat ozodlikka chiqarilgan. Ozodlikka chiqqandan keyin ular ko'p o'tmasdan yana qamalganda, yana yo'q qilingan. O'shalarni o'sha katta og'a bilan birgalikda rasmga tushgan gazeta parchasi bilan qo'liga tushadi. Bu shuni eslab qoladi-da, gazeta parchasini zudlik bilan yo'q qiladi. Shuning uchun ham bunda shubha paydo bo'lgan, o'sha qamalayotgan, yo'q qilinayotgan odamlar haqiqatdan ham jinoyatchimi o'zi yo'qmi? Ya ularni balki ularga tuhmat qilinayotgandir. Shuning uchun keyinroq bu narsani ham hal to'xtaymiz. Mana shu haqiqat vazirligida ishlasa ham, qanchalik hukumatga sodiq bo'lsa ham juda ko'p odamlar mana shu yo'l-yo'lakay nima qilinadi, yo'qib borilaveradi. Yo'qotib borilaveradi. Ixtiyorki shu yerda endi kitob nihoyatda katta. Agar buni ikki qismni qilsak, hozircha bitta qismini to'xtatib. Oxirgi shu savolni beray, Jo'rabek aka. Bu 1948 deb atalishiga, 1984 deb atalishiga bu 1948-yildagi voqealar bog'liqlik joyi bormi? O'zi asar sovuq urushni boshlanishimi, nima u? O'zi asarni birinchi nomi boshqacha bo'lgan. Yevropaning so'nggi odami degan asarda o'zi shunday nomlagan. Keyinroq o'sha 48-yilda asarni yozgan edi. Keyin uni o'zgartirib qo'ya qo'ydi, shu 48-84 qilib qo'yirdi. Shu sababi shu.
birinchi nom aslida yuqorida aytganimizdek Yevropaning so'nggi odami bo'lgan. Lekin aynan 1984 degan nom bu asarga nihoyatda katta shuhrat keltirdi. Xuddi kelajakni bashorat qilgandek ko'p voqealar to'g'ri ham keladi. To'g'ri ham keladi. Rahmat Jo'rabek aka. Albatta bu ko'rsatuv davomini keyingi ko'rsatuvlarimizda davom ettiramiz. Rahmat, xayr, salomat bo'ling. Rahmat.